Assalomu alaykum hurmatli gurbadoshllar. Mana bugun Uzun tumani Bobotog' Oqmachi sentrida ko'karimiz bo'lib o'tyapti. Qo'ldan kelguncha yoritib beramiz. Kimna davlat kamchiligi uchun uzr so'raymiz. Mana dizel Sunnat Chauxon dizeli 5 yoshar dizel Chauxon Jafar Chauxon mana yosh Chauxonimiz omadini bersin. Xolmahmad zapravchigining ko'kchasi 7 yoshar. Mana Ajdar Dova 6 yoshar. Chauxoni Xolmahmad zapravchik akamiz. Chauxon omadini bersin. Shadi akaning yaponchasi 7 yoshar. Mana Murod aka Chauxon Metanda necha yoshar? 6 yoshar. Chauxon Aziz Chauxon Bobotog' Nomeraddin Aziz Chauxon. Mana Murod aka o'zi omadini bersin. Sharif Chauxon Boysun ko'ka 6 yosh. O'zi Chauxon Sharif Chauxon omadini bersin. Sherali Saidov Sezar Chauxon kim? Chauxon Pazi Chauxon. Murod aka Chauxon Tojik qishloqdan King Kong Chauxon Aziz Chauxon ekan. Otga Muhammad Chauxonga Muhammad 3 yoshar ekan. Ot kimdan? Necha yoshar? Chauxon kim? Omadini bersin. Kim? Necha yoshar? Chauxon kim? Kim chopadi? Omadini bersin. 5 yoshar. Abbas Chauxon ekan. Omadini bersin. Ismingiz nima aka? Orif Chauxon. Orif Chauxon. Necha yoshar? Nizom Chauxon Merlin 9da. Chauxonga omad, otga omad. Mana Chauxonlar. Ilhom O'rmon ota necha yosh? Ismini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Omadini bersin karchi. Mana Tojdin Chauxon kelibdi Rossiyadan. Chauxonga omad. Hadrat Arkonning taysini. Qachi bu davomga. Mana o'g'li Chauxon o'zi chopadi. 4 yoshar. Muhammad Chauxon chopadi. Nasib qilsa. Otga ham omad, egasiga ham. Sabzali Chauxonning kilari 5 yoshar. Otga ham omad, egasiga ham. Mana Hoji Ismoil Tojik qishloqdan. Mana yosh Chauxon o'g'li. Laqabi Daryo, ha? 4 yoshdami? 4 yoshar. Otga ham omad, egasiga ham omad. Chauxon o'zi ekan o'g'li. Abduxoliq Chauxonning baroni 5 yoshar. Chauxon o'zi Abduxoliq Chauxon Tojik qishloqda. Otga ham omad, egasiga ham omad. Laziz Chauxon ot. Reaktivni 5 yoshar. Chauxoni Laziz Chauxon o'zi yosh Chauxonimiz Tojik qishloqdan. Abduxoliq Chauxon ukasi. Otga ham omad, o'ziga ham. Sira Chauxon oti 4 yoshar. Chauxon yosh Chauxonimiz Abubakr Chauxon ekan. Chauxon Tojik qishloqdan. Mana Chauxon o'zi pistolet. Mana o'zi Chauxon o'zi chopadi. Otga ham omad, egasiga ham omad. Gulmurod Chauxon oti Sabr ekan. 5 ga to'ladi. Otga ham omad, Chauxonga omad. Mana Olim Chauxonni 5 qashqasi. Bu ham 5 ga to'ladi. Olim Chauxon o'zi ekan, o'zi minarka. Otga ham omad, egasiga ham omad. Mana yosh Chauxon Tojik qishloqdan Salim Chauxon 4 yoshar ekan. O'zi chopadi yosh Chauxon Tojik qishloqdan. Otga ham omad, egasiga ham omad.
Yaxshi sovunlarni ayirsin. Hazrat arkorini jentirasi. 10 yoshga to'ladi. Hali chavoqon aniq emas ekan. Hazrat arkorini jentirasi. Mirsay chavoqonni tumani 5 ga to'ladi. Yosh chavoqon, Tojikchilardan Mirsay chavoqon. Hamma chavoqon, yosh chavoqonlar o'tiribdi. Hammangizga omad. Yaxshi sovunlarni ayringlar. Hoji Doniyor chavoqon oti. Frontal ismi ekan. Chavoqon o'zi Hoji Doniyor. Otga ham omad, egasiga ham omad. Grafa. Chavoqon Akmal Hayitov chavoqon. Otga ham omad, chavandozga ham omad. Yaxshi sovunlarni ayirsin. Akmal chavoqon oti. Akmal palvon trosi. Otga ham omad, egasiga ham omad. Chavoqon o'zi Ismoil chavoqon qaytmasi. Yosh chavoqon tojik qishlog'idan 5 ga to'lyapti. Chavoqon o'zimda. Chavoqon yosh o'zi, chavoqon tojik qishlog'idan Ismoil chavoqon. Qaytmasi egasi. Chavoqonga ham omad, egasiga ham yaxshi zotlarni ayirsin. Abdurasulning Oqjoli. Yosh chavoqon tojik qishlog'idan. Turga to'lyapti. Chavoqonga omad, egasiga, otga. Mana yosh chavoqon. Majbovaning 5 qashqasi. Elbek chavoqon. Bu yangi mavsumga hammaga omad. Rahmat. Musofirdagilarga ham ishlariga Alloh rivoj bersin. Ko'p to'ylar qilsin, hamma murodiga yetsin. Rahmat hoji bova. Otga ham omad, chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Ashur akaning oti. Ismi nima? Tolojeyran. 6 yashar ekan. Buni ham Elbek chavoqon chopar ekan. Otga ham omad, egasiga ham omad. To'yib kelyapti birinchi. 4 yashar ekan. Chavoqon-ku? Chavoqon endi ko'ram Azizda. Aziz chavoqon ekan. Tojik qishlog'idan Aziz chavoqon. Mana egasi. Otga ham omad, chavoqonga ham omad. Ot kimdan aka? Aliyar aka. O'zi ekan. Bu otam o'zi, shuni akadan ekan. Otga ham omad, chavoqonga ham omad, egasiga ham omad. Ismi nima? Tan? Necha yosh? 5 yoshda. Kim chopadi? Abbos Shoxonda oti hali to'y bu. Abbos chavoqon oti, o'zi chopadi. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Sizga. To'g'ri. Necha yashar? Chavoqon kim? Chavoqon kim? Abdurasul chavoqon. Otga ham omad, chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Mana yosh chavoqonlar. Bobotoq samani. Necha yashar? 6 yashar. Chavoqon kim? Abdurasul chavoqon ekan. Otga ham omad, egasiga ham omad. Chavoqonga ham omad. Ot kimdan? Shermatdan taksim. Yangioboddan. Necha yosh? 6. Hozircha o'zimiz. Mana yosh chavoqon. Yangioboddan ekan. Omadingizni bersin. Otga ham omad, sizga ham omad. Murod aka Yangioboddan. Yangi transfer. Otga ham omad, egasiga ham omad, chavoqonga ham omad. Jizzax tori. 9 yosh. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Bu yangi transferda. Chaqmoq. Necha yosh? 6 yosh. Chavoqon. Aniq. Egasiga ham omad, otga ham omad, chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. 6 yashar ekan. Ismi nima? Dilfi. Otga ham omad, chavoqonga ham omad. Laqosh. Necha yoshda? 10. Otning ismi nima aka? Ko'kcha. Necha yoshda? Chavoqonniki. 11. Chavoqonniki. Xayrli chavoq. Otga ham omad, egasiga ham omad, chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin.
ekanmiz. Aka? Arqa qos sotdim etani. Necha? 11 yosh ha? Chavoqon uka? Begal javob. Egali Chavoqon. Otga ham omad, Chavoqonga ham, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Metan muxlislari uchun mana lobo bilan keladi. Oyoqlar tolmasin xudo xolasa. Hamma shu ko'pkarga kelganlar sog' salomat keldi, sog' salomat omadlarini berib ketsin. Alloh. Hoji bobo. 5 kanali Parvardigor shu kanalda ham nasib bo'lsa shu ukamizni hamisha iqbolini bergin. Yaxshi kunlarni mana shunday muborak to'ylarni o'tkazib berishni nasib ro'za aylasin. Amin. Ko'p bo'lsin nimalari, muxlis ko'p bo'lsin. Yangi kanalga Duodamiz, Xudo xolasa aytganingiz biz ham uzundan kelganmiz, chaqirganlaringni. Bu yoq Binodan. shunday. Biz ham muxlis, Xudo xolasa odam qo'shib sizni sharafingizga duo qilib turamiz. Duo qilib turamiz. Amin. Amin. Rahmat hoji bobolar. Chavoqonlar. Qayerdansiz? O'zim sentrdan Chavoqonlarimiz kelibdi. Hammangizga omad, yaxshi zotlarni ayirsa nasib qilsin. Bravo. Assalomu alaykum. Ahadxon Eshon bobo. Chavoqonimiz mana. Jamoasini qaydaysizda? Assalomu alaykum. Alton cho'g'im, cho'chida. Bugungi ko'pkarga kelayotganlarga, tomoshabinlarga Xudo xolasa hammasiga eson-omon uyga yetib olish har birimizga nasib qilsin. Xudo. Amin. Ko'pkarga kelgan, yaxshi niyatda kelganlarni Alloh rivojini bersin. Xudo xolasa. Musofirda yurtdoshlarimiz ham Xudo xolasa maqsadini Allohim berib, yurtimiz tinch bo'lib, doim yaxshi katta o'ljalar bilan berib, sog' salomat yurishni nasib qilsin. Rahmat. Aka, Xo'ja Qulsindan kimni oti? Chavoqon Qultoy. Qultoy. Necha yoshda? Chavoqon kim? 8 yosh. Chavoqon kim? Olma Chavoqon o'zi. Otga ham omad, egasiga ham omad, Chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Bu Faxriddin Chavoqon deydi, Xo'ja Qulsindan bu ham. Qirol deydi buni. Qirol. Necha yoshda? Yoshi 12 yoshdan, 12 yoshda. 15 dan shunday. Chavoqon kim? Yoshi necha yoshda mana? Safar Chavoqon. Chavoqonga ham omad, otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Qayerdan edi? Dehnovdan. Yana o'jdanimda Bezat akani oti. Egizod akani oti. Necha yoshda? 9 yoshga. Chavoqon kim? Chavoqon. Elbek Chavoqon. Elbek Chavoqon ekan. Bu necha yoshda? Pobeda. 8 yoshga. 8 yoshda. Xo'ja direktorini oti. Xo'ja Qulsindan direktor oti ekan. Yoshi necha? 8 yoshi. Chavoqon. Elbek Chavoqon chog'ada. Otga ham omad, egasiga ham omad, Chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Aka, Xo'ja Qulsindan 8 yoshda ekan. Chavoqon kim? Qondiq Chavoqon. Otga ham omad, Chavoqonga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Yangi transfermi? Otga ham omad, Chavoqonga ham omad, egasiga ham. Kim chopadi buni? Nurullo Chavoqon chopirgan. Yosh Chavoqon birlan. Chavoqonga ham omad, egasiga ham, otga ham yaxshi zotlarni ayirsin. Ro'zmalim. Madam turmushdan. Qaron. Necha yoshda bu? 7 yosh. Yangi transfer bu. Buni kim chopadi? Elbekmi? Elbek Chavoqon chopar ekan. Otga ham omad, egasiga ham omad, Chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Imperator. Qayerdan turmushdan imperator? Ro'zmalimning oti, imperator. Nurullo Chavoqon chopar ekan. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Mana otlar egasi. Mana yosh Chavoqonimiz. Ilhom ismingiz? Yo'q. Davlat. Sizga ham omad, otlarga ham omad. Bugun hammaga omad. Rahmat. Yiqilmay, surinmay yaxshi bo'lsin. Rahmat. Nasib qilsa video chiqamiz, ko'ramiz. Inshaalloh chiqadi, Xudo xolasa. Mana sizlarga ham omad. Ot kimdan ot? Tanishtir, ot kimniki? Necha yosh? Chavoqon kim? Islomiddin Chavoqon chopar ekan. 5 yosh. Chavoqon kim? Bobur. Bobur Chavoqon ekan. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Necha yosh?
Chavoqon ekan? Yosh Chavoqon o'zi ekan. Sizga ham omad, otga ham omad, yaxshi zotlarni ayirsin. Ismi? Ot ismi nima? Qoldirg'och. Necha yosh? 8 yosh. Chavoqon ekan? Xo'jaqulsindan Otabek Chavoqon. Otabek Chavoqon. Chavoqonmiz. Sizga ham omad, otga ham omad, yaxshi zotlarni ayirsin. Mana yangi transfer. Ismi nima? Oqjala. Necha yoshda? 9 yosh. Elbek Chavoqon ha? Otga ham omad, egasiga ham, Chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Mana egasi. Otda. Ismi nima? Chinor? Necha yoshda? Chavoqon ekan. Chavoqon ekan? Chavoqon aniq emas. Nima buni? Otning ismi nima? 6 yoshar. 6 12 noyabrda ko'pkari bor ekan madang turmushda. O'tasizlar. Tanishtirasizmi otni? Ismi nima? Otga ham omad, egasiga ham omad. Rahmat sizga. Xudo xolasa nasib. Ismi nima? Mustang. Necha yosh? Chavoqon ekan? Chavoqon bo'yicha Chavoqondan Rossiyada. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Mana shuna. Ismi nima bu otni? Ismi yo'q hali. Ismi yo'q. Necha yosh? 6 yosh. Chavoqon ekan? Chavoqani Sarvar. Sarvar Chavoqon. Chavoqonga omad, otga omad, egasiga omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Qaymova. Mana biz ham bugun Bobotoqqa Ko'pkariga keldik. Rahmat shu to'yga ag'ayinlar chaqirgan ekan. Mana ularga keldik. Nasib bo'lsa shu to'y bo'layotgan yigit ham sog' salomat katta yigit bo'lsin. Ota-onasiga sodiq farzandlar bo'lsin. Yeliga, yurtiga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. Mana Yelindan Isanchavoqonni olib kelganman. Sho'rchi Shakirko'ldan Ablasxon Eshonbo'mizning o'g'li Iskandarxon Eshonbo'larni akamiz. Nasib bo'lsa shu bugun Eshonbo shu bugun o'tayotgan to'yimiz sog' salomat eson-omon bo'lsin. Sog' salomat kelib, sog' salomat ketishda Parvardigor o'zing nasib o'zinglarga. Chavoqonlarning ahvolini bersan, tiliga hayvonlarga Parvardigor o'zing rahim qilgin. Alloh. Bulogar ukamizga ham sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, boshi to'ydan chiqmasin. To'yga ulaşib bersin. Doim bulogar 100 bo'lsin, topqani yaxshi kunda to'ylarga bersin. Sizning ham muxlislaringiz, klientlaringiz ko'p bo'lsin. Doim oldiga qarab yuring. Xudo ahvolingizni bersin. Safaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Tanishtirasizmi otni? Ismi nima buni? Xo'jaqulsindan. Otning ismi nima? Diya. Necha yoshi? 9 yosh. Chavoqon ekan? Chavoqoniga o'zimiz. Ha, o'zi ekan yosh Chavoqon. Otga ham omad, egasiga ham omad, Chavoqonga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Ismi nima? Metan. Necha yoshda? 10 yosh. Omad otga ham, egasiga ham omad. Mana yosh Chavoqon. Sayra otini tanishtir akaga. Ismi nima? Sharra. Necha yosh? 6 yosh. Chavoqon ekan? Chavoqoni o'zim. Ha, mana yosh Chavoqon ekan. Otga ham omad, o'ziga ham omad, yaxshi zotlarni ayirsin. Ko'k bulut. Necha yosh? 13 yosh. Omad, otga ham, Chavoqonga ham omad. Ismi nima? Ot Burnoch. Burnoch. Necha yoshi? 8da. Burnoch yangi egasi. Hoji bu sizni so'rayapti, hoji. Otabek hoji. Mana Burnoch yangi transfer. Otga ham omad, Chavoqonga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Chavoqon ismini ayting. Sardor Chavoqon. Sardor Chavoqon. Tayson ha? Necha yoshda? 12da. Chavoqonni Sardor Chavoqon, yosh Chavoqon. Otga ham omad, egasiga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Piyon bo'lgan. Kimni? bo'yicha. Toshkentdan kelgan. Tanishtiring. Qora chempion degan. Qora chempion. Denovdan ha? Denovdan. Kimning oti? Sharof boboning oti. Necha yoshda? 8 yashar. O'zimning otimda. Sharof.
2 marta sakrash bo'yicha chempion bo'lgan. Chavoqon kim? Yoshda. Endi bu yil choptiramiz nasib bo'lsa. Davron Chavoqon chopadi. Davron Chavoqon. Chavoqonga omad, egasiga omad, otga omad. Yaxshi zaotlarni ayirsin. Rahmat, sizga ham ishingizga omad. Rahmat. To'ylarda yaxshi kunlarda uchrashaylik. Rahmat. Xo'p. Rembo Chavoqonni ko'kchasi. Tanishtirasizmi? Yoshi nechida? 7 yosh. Mana yosh Chavoqon ekan. Sizga ham omad, otga ham omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Va pesh. Chavoqonlar. Islom Chavoqon. Sharof aka Chavoqon. Sizga omad aka. Yaxshi zotlarni ayirsin. Nasib qilsin. Tanishtirasizmi otni? Otni tanishtirasiz. Sezar. Necha yosh? Otga omad, Chavoqonga omad, yaxshi zotlarni ayirsin. Ismi Mustangmi shumi? Shu mashhur Mustang. Sharof Chavoqon ota. Otga omad, Sharof Chavoqonga omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Bo'yisi necha yosh? 7 yosh. Chavoqon ekan. Bunga ham omad. Ne, xeli Binodan kelganmish. Toltiqaydan ha? Madan turmush ha. Olamara Chavoqonda. Alamaro Chavoqon. 8-marta. Otabek Hojir Maksimus. Yoshi nechida? 10 yosh. Chavoqon kim? Samon Chavoqon. Samon Chavoqon. Otga omad, egasiga omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Ha, bobo Chavoqon. Sizga omad. Tanish Ko'kcha. Necha yosh? Chavoqon kim? Samon Chavoqon. Otga omad, Chavoqonga omad. Bu ham Chavoqon. Ha, o'ziniki. Otga omad, egasiga omad. Tankacha. Yoshi nechida? Tankacha. Yoshi nechida? Yoshi nechida? 8da. Chavoqon kim aytasiz? Chavoqon. Jamolxon Chavoqon. Otga ham omad, egasiga omad, yaxshi zotlarni ayirsin. Olim istazichi. Ko'plar. Chavoqonlar yaxshimisizlar? Ha, necha yosh, bilasizmi? Chavoqon kim? Algarka. Shavkat Chavoqon. Zohid Chavoqon akamiz mana. Sizga omad, yaxshi zotlarni nasib qilsin. Zohid bo'lgan oti. Necha yoshda? Oldida. Zohid Chavoqon oti, oldida. Turasizmi aka? O'zindan. Ismi nima bu? Otning ismi Boysunmi? Necha yoshda? Chavoqon kim? Abbosxon Chavoqon. Otga omad, egasiga omad, Chavoqonga omad. Yaxshi zotlarni ayirsin. Mana yaxshi Chavoqon. Necha yoshda hukmdor ekan? Yoshini bilmaysiz? Buni biladimi? Mana yosh Chavoqon. Ot ushlab turibdi. Katta polvon bo'ling. Putin Chavoqoni Toshkent kuka. Chavoqoni Sharof Chavoqon ekan. Jeran 6 yosh. Mana Chavoqon o'zi chopadi. Sizga omad, otga omad, yaxshi zotlarni ayiring. Elbek Chavoqon. Ko'kchasi bilan. 7 yosh. Mana Chavoqon o'zi, Elbek Chavoqon. Oqmachi sentrida. Sizga omad, otga omad, yaxshi zotlarni olsin. Bu Jo'raboni ko'kchasi. Ko'kchasi necha yoshda? 8 yoshda. Otga omad, otning egasiga ham, Chavoqonga ham yaxshi zotlarni ayir. Asbika?
Bahrillo zapravka içini balkon. Balta ha? Balta oti. Yoshi nechida? 4 yashar. Otasi o'zi chopadi, mana yosh Shovqon. Yaxshi zotlarni ayirsin. Shovqonga omad, otga omad. Bahri Shovqonni arabi. Mana yosh Shovqon. Aziz Shovqon chopar ekan. Otga omad, egasiga yaxshi zotlarni ayirsin. Halol. Vatan arsloni. Taka tortishuvda. Aziz Shovqonni mana boshqa ekan. Osh bo'lsin. Osh bo'lsin Shovqon. İsmail Shovqon qaytmas bilan. Jiqda. Şöyle kamçılar ona toğulasılar. Yok onu Ot kaçtı. Ot kaçtı değil mi? Ot kaçtı. Sen koymayapti bular. Sen Hoş geldinizler. Ro'ziboz Hosiblar xonadoniga qadamlaringizga hasanat. Mana bugun Ro'ziboz nevaralariga to'y qilib, uzoq yaqindan qo'shnilarni chaqirib, non osh berib, fartag'on yozib, tog'onni sizi bizga ulashib, mana ko'pkar tomosha beryapti. Allohim biriga ming bersin. To'y bo'layotgan bolalar kelajakda o'ynab o'sib, ota-onasini yelimizning, mustaqil O'zbekistonimizning bir xizmat qiladigan yigiti bo'lsin. Bugun davomida Allohu akbar. Endi ko'p ular chavib kelgan shu jilgada halol degani halol, harom degani harom. Buni shu bugun oparamiz baholi qudrat. Otlar xom, qaram bir-birimizga issiq. Go'shtga mardum. Sarka 200 ming so'm puli bor. Hayda chalalla bolasi. Nima edi biga? Rambo Shovqon. Rambo Shovqon halolar. Xolos 200 ming qo'yadi. Şöyle çayını korumaya. Agar tashlamasak, chekavir julib ketsa, chekavirga beraveraman. Hozirga bir chori sarka 200 ming 177 ming so'm pulda Dino Maqomoboydan Rim Bachchavaqon o'zini ko'p chaqiradi. Bir qoligina 200 ming so'm puli bor. Hayda. Bunları Shovqon. Hozir Shovqon ayirdi. Taka shuni baroni bilan. Haqiqat Shovqon baroni bilan.
Hozir cho'g'on shularni tortishuvda. Taka tortishuvda. Taqalib ketyapti, halol deyapti. Taka tortishuvda yani. Shan billah. Biznes ekan shan. Kim olib ketyapti? Taka tortishuvda hali. Ko'rdingizmi nimaga halol deb bizlar? Taka tortishuvda. Taqalib ketdi. Aziz Cho'g'on akasini Baron laqabliyoti bilan halolladi bo'ldi. Bir xolos 200 ming qo'ydi. Osh bo'lsin Cho'g'on. Yosh Cho'g'on. Tayyorchilardan Aziz Cho'g'on akasini Baron laqabliyoti bilan tayyorladi. Yana bir xolos 800 ming Taka tortishuvda. Barigilar 200 ming so'm pul. Sen Cho'g'on dedimi? Buamning chaqmag'i mana. Bu yoqqa. Oqalatasan og'aylar. Ey! Hayda. Taka tortishuvda. Palonga bormasini chang bilan. Taka tortishuvda. Ot Yangioboddan Abdurahmon Shadoq To'matovman. Ey qadr qomating. Hayda bo'ying. Shirchidan Hasan Cho'g'on. Ot Yangioboddan. 200 ming so'm pulni sportchi Ozoddan Hasan Cho'g'onni ayirdi. Ot Yangioboddan Hasan Shadoq To'matovman. Abdurahmon Sadastirdi. Taka tortishuvda. Hayda. Qoch piyoda. Champions League. Hech kim pulini aytmaydi. Taka yana tortishuvda. Aziz Cho'g'on tortishuvda. Oldu. Anlaştırıyorum. Taka tortishuvda. Adam balam ketdi. Chang bilan. Chang prezidentcha. Akmaş'tan Ulufirdi damlılık korkusunu uzun atıldı. Aziz Çoğ'anaydı, Oğuz Hoca Kışlak'tan Hazratkul Arkar'ın yıl tarafımına verir. O çerçevelerden bir kere ekmek kopçası buna. Andırın Çoğ'an. Akmaş'tan İsa Tokası'nın zarı doyumuna verir.
Taka tartışmada. Hayda to'y bo'layotgan yigitlar Zulfiya momoning nomidan Shavkat Chavoqon tartışmada. 200 ming so'm turishga qarori bo'ldi Mahmud aka. Ahmad aka turishga Shavkat qarori Chavoqon dedi. ketyapti. Ey, to'y bo'layotgan yigitlar Zulfiya momoning nomidan qizlar pullar ustiga 200 ming so'm turishga qarabay deydi. Hozirgi bir qadaqda olim chavoqaydi Sheikh o'zining qaysi motamini mana bir qadaqda olim chavoqaydi hozir chavoqaydi Sheikh o'zining qaysi motamini To'g'ri. Shavkat Chavoqon. Haydayveraksan. Hech gap bo'lgan yo'q. Hayda. Bir xonigina 100 ming so'm puli bor. Xolos, qarab. Xolos bo'ldi, xolos. Putin aydı. Bütün boyunu araba. Shavkat Chavoqon araba. Hozirgi bir xonigidan 200 ming so'm pulni Sho'rchi Dindabatdan Shakarko'ldan Tadxon Eshonboyev. Ot Tojikistondan Omonulloh Hoji bobomning
Arab tursun. Yana 200 ming puli bor. 300 ming. Bir boqqa 300 ming pul bo'ldi. Halol. Otanga osh ber. Otanga osh ber, kim bo'lsa ber. Bir boqcha 300 ming so'm pulda. Dino 8-martdan Majid Chavoqanayevga ot Dino 8-martdan Turg'un Hamrayevning qora qishi bilan ayirdi. Taqa tortishuvda ana. Haydarama. Tortishuvda. Bir boqcha bir mehmon keldi. 400 ming so'm pulda. Dino 8-martdan Majid Chavoqanayevga ot Dino 8-martdan Turg'un Hamrayevning qora qishi bilan ayirdi. Ming so'm pulda Dino 8-martdan Majid Chavoqanayevga ot Dino 8-martdan Turg'un Hamrayevning qora qishi bilan ayirdi. Xolos. Bering uni qo'ydiring. Bostirib. Qo'y bo'layotgan yigitlar o'tirmaydi. Hayda. Xolos. Bostirib. Aqasman. Bir palat 200 ming puli bor. Fatalatasan. Hayda. Oqmoshdan Ulug'bek rais edi o'zining neksimidan aytdi. Abdumurod buvasi nomidan bir chori sarka 200 mingda. Sho'rcha Shakarko'lda Jo'raxon Yeshanboyning o'g'li Ahadxon Yeshanboy. Ot Dino shahardan Jahongir Noripovdan 200 ming so'm pulda Dino shahardan Nursulton Chavoqanayev. Ot Javlar Arkorning zezrasi bilan. Baba. Qo'ydi ot Dino Klazmaydan. Olim raisning puli bor. Erkka jerani bilan ayirdi. Qadi qomating. Meni bir xoliginam. Bir palas 200 ming so'm pulda Ishqafadan Jamolxon Eshonboy. Ot Dino Klazmaydan olim zilchini erkka jerani bilan ayirdi. Ahmet aka. Nima ayt? Taqa tortishuvda. Haydayverasan. Bir Sharif Chavoqan. Nursay Chavoqan. bundan oldingi zotda bir xoligilam 200 mingda Ishqafadan Jamolxon Eshon ot Dino Klazmaydan olim zilchining erkka jerani bilan. 100 ming so'm. Abdurahmon bilan. Hadi. Konuştuk. Kaldık.
Zo'r qilib jo'nasini ketyapti. Piyoda berma. 200 ming so'm pul ko'tarildi. Qoldi joyiga. Haydi berasan. Bir holigidan 300 ming so'm puli bor. Oldu mu? Oldu. 200 ming so'm pul. Haydi berasan. Haydaysan. Oldu. Tekrar oldu mu? Bakalım sen orayı. Yeni paske yedi. Al soğukunu ayırdı. Ahmet aka aytdim. Shu zot joyidami? Haydi bir. Hayda. Bir holigidan 300 ming so'm puli bor. Hayda olib berasan. Shu zot joyiga. Hech gap bo'lgan yo'q. Hayda. Hech gap bo'lgan yo'q. Shu zot joyiga haydab olib. Bir holigidan 300 ming so'm puli bor. Har tarafga chiqarib olasan. Haydab olasan. Bir holi 300 ming so'm puli bor. Qoldi taka joyiga. Taka qoldi joyiga.
Bir xoliginam 300 ming so'm pul joyida haydab olaman. Joyida haydab olaman. Ahmaddan Tog'ay Mamatmurod raisning o'g'li Nurullo Chavaxonayev. Afsuski, otning egasi kelmadi reklamaga. Sini oti ekan, Tog'ay Baxtiyor Chavaxon oti buni. Mana, uraman mana. Abdurahmon otini. Bir xoligilar Nuriddin amakisining nomidan 100 ming. Bir chori sarka 200 ming so'm pulda Beshkapadan Mamnonxon ishon bo'lmaydi. Ot Ahmaddan Abdurahmon Go'lamning Salyot degan oti mana. Ey молодец, Abdurahmon mana. Turizmmi? Turizm. Hayda, Nodir akasi nomidan 200 ming, diğer akasi nomidan 200 ming, 400 ming bo'ldi. Hayda. Berkit. Hayda bilasan. Taşla. Nurullo Chavaxonayev. Akki, ona takani beqar. Chori. Takani tuturdum men. Buyur. Taşla. Yigit, Abbos akasining nomidan 500 ming bu. Hayda. İmperator. Abbos akasining nomidan 500 ming so'm puli bor og'aylar. Diğer akasining nomidan 200 ming bo'ldi. Bir xoriginamda Beshkapadan Mamnonxon ishon bo'yadi. Ot Ahmaddan Abdurahmon Go'lamning xon jirani mana. Sımbolda Ahmaddan Nurullo Chavaxonayev ot Hadan To'mishdan G'o'za domlalarning imperatori. Taşla sütürüp çağırın. Ko'tarildi. Farhod Hoji kelmaysizmi? Kantallar tatsın. Hakan Cengiz. Uzundan Begali Chavaxonayevda ot uzun chaqarkalidan Farhod Hojining metani mana nay. Qarab. Toshtemir Hojibovning seziri bilan. Toshtemir Hojibovning seziri bilan, otasining seziri. 93-yilning nomidan 500 mingga Sarkamirdan Sharaf Chavaxonayev. 500 ming Ot Toshtemir raisning Çift samara. seziri mana nay. Verdik. Bana yana 500. 500 ming so'm pulda uzun. Ket, çek. Uzundan Begali Chavaxonayevda ot uzun chaqarkalidan Farhod Hoji akamning metani mana nay. 500 ming so'm pulda uzun qishloqda Begali Chavaxonayevda ot uzun chaqarkalidan Farhod Hoji akamning metani mana nay. Hayda. Hatalar tatsın. Zilchining ikki jirani mana. Qadi qomatingda. Ikki jirani mana. Beka. Sarkamirda Toshtemir O'rman akamning seziri mana. Hozir Chavaxonayev.
Taylab qo'ying. Haydama, takkani bostirib tur. Ahmet. Tyson degan odam. Kimniki 300 ming? Hozir 300 mingni ber. Sen bu yamdan olsunmas, Samarqand to'g'ri. Hozir Chavaxon. Hozirgi bo'ldi. Ayerda ot Ahmasdan Furqatning voy tumani mana. Tempulda Ahmasdan Haydab qo'y Fazliqon. Fazliddin tog'asi nomidan 200 so'm qo'yilgan. Fazliddin tog'asi nomidan 200 ming so'm qoldi. Sharaf. Qo'shma fermerning geliri mana nay. Humaydin qanisham bor. 500. Buamızın nevirasi Humaydin qanisham bor. Bobotoq 75 ga chiqadi. Nimaga zoq? Amin. O'ziga, onasiga, eliga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar bo'lib yetishsin. Yurtiga o'qimishli farzand bo'lsin. Iymonli, e'tiqodli bo'lsin. Amin. Umri uzoq bo'lsin. Dehqonchilik, chorvachilik kasblariga Allohim baraka bersin. Shunday to'ylardan bir nechtasini qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Doim shunday to'y tomoshada yaxshi kunlarda uchrashib turish har birimizga nasib ro'z aylasin. Hammamizni shunday Xudo to'ylarga yetkazsin. Yaxshi, mana yomon halol harom endi xafa bo'lmasizlar. Birinchi to'y otlar xom. Bizdan bekovdan o'tgan bo'lsa uzr, bu yog'ini ham aytib qo'yishimiz kerak. Allohim osmonimiz musaffo bo'lib yomg'irni bersin. Mashinlar suvni sevib yetmay, Xudo yomg'irni bersin. Mana shu tili hayvonlarga ham Alloh rahim qilib zarini yog'sin osmondan. Hammaning topganini to'ylarga bersin. To'yimizga ulashaversin. Sog' kelinlaring uylariga sog' salomat boringlar. Allohu akbar. Mana chen zotday. To'y bolalarning ro'zi boshi nomidan tor yashar o'tkazib bor. Hayda bo'lasan. Haydaysan. To'y bolalarning ro'zi boshi nomidan tor yashar o'tkazib bor. Har tarafga chiqarib olasan. Ro'zi bosim nomidan 4 yashar tonani Ahmashdan to'ra qildirgatdim o'g'li Shavkat Chavoqani. To'ra qildirgatdim balgatgasin. Haqalatasan. Hozirga to'y bolalarning Xudoberdi bosim nomidan, ro'zi bosim nomidan 4 yashar o'tkazdi. Ahmashdan Shavkat Chavoqani ayirdi. To'ra qildirgatdim balgatgasin. Haqalatasan. Dildar Rustam va Qo'y Rashidov olib bordi. Yigitlarning ro'zi bosim nomidan 4 yashar o'tkazdi. Ahmaddan to'ra qildirgatdim o'g'li Shavkat Chavoqani to'ra qildirgatdim. Chavoqani 75 kanaliga chiqadi. Xonani to'y bo'layotgan yigitning ro'zi bosim nomidan 4 yashar xonani Ahmaddan to'ra qildirgatdim o'g'li Shavkat Chavoqani aydi. Ot to'ra qildirgatdim balgarkasi mana. Ey qadi qomatingni. Dasbidaniya. Dasbidaniya. Shu bugungi
Studiyada Dildada Rustam va Qayum Rashidov olib bordi. Rahmat. Sizlarning ham ko'rishga umid Qora, to'qolatasan, to'qolatasan, to'qolatasan. 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 Oldi. To'qolatasan. Aziz cho'qol aka bloko, aziz. Aziz Çavakhan havalı. Alvrab arkorni jen tarasi bilan jarta bag'riga. Bravo. Bobotoq Arsloni. Like ni bosamiz. Yaxshi yetgan obuna bo'lib qo'ying. Voy rahmat.